Hammaga assalomu alaykum. Telegram sovg'alarida oldi-sotdi qilib pul topishni davom etamiz. Bugun biz kecha Telegram kanalimizda bepul NFT sovg'alar olganimiz haqida gaplashamiz. Oldi-sotdi qilishni, yangi yo'llarini, bozordan qanday qilib arzon sotib olishni haqida gaplashamiz va oxirida bitta muhim informatsiya tashlab o'tganman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Ha, aytgancha, konkurs kutyapsizlar. Albatta, konkurs bizda bu videomizdan bo'ladi. Faqat non NFT sovg'a bo'ladi. Nima qilish kerak? Prosta 4 ta so'zdan iborat bo'lgan komment yozish kerak, xolos. Like, komment, obuna bo'lish kerak va bitta o'rtog'ingizga shuni tashab qo'ysanglar, sizlardan minnatdor bo'laman. Atak tashlamaysanglar ham mayli. Qani bo'lsa ketdi, videomizni boshlaymiz. Kecha Telegram kanalimga post joylagandim. Bu yerda 3 ta bot tashlagandim. Mana shu botlardan NFT olsanglar bo'ladi deb. Tepada skrinshotlarini ham qo'yib qo'ydim mana. Mana spesial sizlar uchun mana frog anaqasidan olgandim mana. Keling endi chuqurroq gapirib bering nima bo'layotganligini. Bu uchalasi ham bunday olsak qimor bo'ladi, kazinolar, faqat giftlar dunyosida kazinolar. Atak bu narsani o'zim men targ'ibot qilmoqchi emasman, qilmayman ham. Bu yomon narsa, plus harom narsa. Lekin bitta katta plus o'sha payt bo'layotganligi uchun sizlarga ham tashab qo'ydim. Nima bo'layotgan edi? O'sha paytda imminna o'sha kecha bo'layotgan narsa bu. Qisqa vaqt ichida mana shu botlar odamlarga NFT tarqatishni boshlagan edi. Prosta kirib ruletkani shunday bepul spin, bepul shunday koleso barabanni shunday aylantirib o'rgani uchun почти hammaga NFT bergan edi kecha boshida. Keyin vaqt o'tib o'sha sekin kamayishni boshladi. Bir xil odamlarda gap paydo bo'libdi. NFT berish uchun profilingizda NFT bo'lish kerak, uровни katta bo'lish kerak va hokazo. Mana shunaqa gaplar juda ko'p bo'ldi. Kommentariyaning o'zida mana shu yerda ko'rsa bo'ladi, 44 ta kommentariy. Hali gruppani o'zida yana qanchadir отдельный kommentariyalar bor. То есть mana bu yerga kirilmagan, hisoblanmagan. Mana shu haqida gap ketgan demoqchiman. Hali bugun bor mana. Men bugun masalan yozganim hali bu mana shu haqida gapirganman. Nima demoqchiman? Boshida hammaga bergan. O'sha vaqt o'tib sekin kamayib ketgan. Mana shu NFT berishi. Bugun ertalab masalan bitta o'rtog'im kirib ko'rdi. Masalan level desanglar, leveli mendan katta, 9-level unda. Gift desanglar, profilda giftlari ham daxuya. Lekin bironta botdan biron narsa tushmadi. Lekin masalan men mana shu o'zimning profilimdan kirib ko'rdim kecha vaqtida srazu berdi. Ishonasizlarmi yo'qmi? Adamni даже profillaridan kirdim. Endi bu yerda hech qanday bahona bo'lmaydi. Tipo profilda gift edi, tudim bo'lish kerak. Bunaqa gaplar o'tmaydi. Nima uchun? Chunki adamda Telegram akkauntlarida gift degan narsa yo'q. U kishi даже nimaligini ham bilmaydilar. Prosta kirdim, shunday telefonlaridan shunday kirdim. Shunday mana shu botlarni zapuskat qildim, shunday NFT ni oldim. Mana ko'rsanglar, mana bu o'zimning akkauntimdan, mana bu odamning akkauntlaridan tushib qoldi. Mana ikkita gift kechaning o'zida. Bir 2,5 tondan hisoblasak ham 5 ton prosta tak yotdi. 5 ton. Masalan, oddiy misol. O'rtog'imga kecha kechqurun tashlab beruvdim. Bir 2 kechasimi shunaqa qiluvdi. Unga ham tushdi. 2 kechasi ham даже. Tushdi. Unga ham bitta NFT tushdi. Bugun ertalab chiqarib oldi. Kecha tushirdi, bugun ertalab chiqarib oldi. Lekin bugun ertalab уже даже tushmaydi ham. Chunki уже hype tushgan, уже naqa bo'lganda, уже vaqt o'tdi, kech bo'ldi demoqchiman. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Bu o'zi aksiya-da, bu vaqtinchalik. Mana shunaqa aksiyalar juda ko'p bo'ladi. Tez bo'lib turadi. Shunga aytaman, kanalga kiringlar, tayyor turinglar. Shunaqa momentlar shunday bo'ladi-yu, nimadir. Bepul masalan NFT beriladi, tom beriladimi yo yana biron boshqa narsami? Shunday ko'rib srazu qo'rish kerak, joyida. Shuning uchun ham aytamanki, Telegram kanalimizga kirib obuna bo'lib qolinglar deb aytaman. Videoni shu joyda bizning Telegram kanalimiz haqida gapirib bersam, chunki baribir ham asosiy Twitch bizning Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Genius Trade Project bu yerda bizning loyihalarimiz hammasi mana shu yerda yig'ilgan. Genius Trade kanal o'zi hamma video chiqayotgan NFT konkursli bo'ladi va
kanalni o'zida ham отдельный konkurslar qilib turamiz. Genius Trade Group bu bizning chatimiz, gaplashish uchun. Market bu yerda o'zlaringiz NFTlaringizni sotuvga qo'ysanglar bo'ladi, o'zlaringiz bilan oldi-sotdi qilishingiz uchun. Servis, bu yerda bizga garant xizmatlar kerak bo'ladimi? Starsmi, premiummi, boshqa narsa nima yordam kerak bo'lsa o'sha yerdan. Store, bu yerda faqat bizdan bo'lgan NFTlarni sotib olsanglar bo'ladi. Xo'jayin bu o'zimning profilim va bu knopka eng muhim knopka. Shunday bosib olsanglar bizning hamma loyihalarimiz bittada sizlarga qo'shiladi. Hammaga katta rahmat. Videoni davom etamiz. Ertalabga yaqin, bugun o'tgan narsa, bugun ertalabga yaqin, saharliga yaqin Telegramni App Store'dan ham, Play Market'dan ham полностью udaltib qo'yishgan ekan. Endi nima uchun desanglar, Telegramda запрещенный kontent paydo bo'lib qolgan ekan. Endi chatlardan bittasida sezgi geografiya paydo bo'lib qolgan ekanda, shunga shunaqa deyishyapti. Endi men bilmayman, вообще bunday bo'lsa menga похуй конкретно. 1 soatdami, yarim soatda yana joyga qaytib tiklab olishgan sразу же. Tipa o'sha kontentni udaltib qilishgan, yana qaytib App Store'da Telegram qaytib chiqgan. Lekin o'sha paytda tonna ahvoli juda такой nestabil bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda brutordan резкий бручка tushib, yana brutorga saksigangina chiqib olgan. То есть nima bo'lgan bu? Endi treyderlar bo'lsa, oramizda yaxshi tushunishadi. Bu yerda sbor likvidnosti bo'lganda, odamlar masalan ko'p long ochib olishganmi bilmayman, shunga shuni резко bitta britva shuni bitta pabris qilishgan-u, bu yerda yana sekin yana o'z vassaniyati chiqib ketyapti. Nima demoqchiman? Futuresda masalan plecho bilan ochadiganlar, pozitsiya ochadiganlar ehtiyot bo'linglar. Atak bu masalan oddiy holderlar uchun bu biron qo'rqinchli narsa emas bu. Masalan bizga o'xshagan oddiy oldi-sotdi qiladigan odamlarga yoki tonni просто bor odamga, tonni turgan odamga hech narsa emas. Lekin men bu bilaman-da, bir xillar bor. Futuresda plecholar bilan ochib olishadi pozitsiyalarni. Mana shu tushish atiga 7% ga tushganda, endi lekin bunday ko'rsak, bir moment tushganda bu вообще qancha vaqt? Bir 15 minutdami, 10 minutda tushganda mana shunaqa. Yana 1 soat ichida mana bu yerda bir yarim soat tudim bo'lgan, bir plus minus yarim soat, 1 soat yana narxi joyiga kelib qolganda, 1 soat ichida narx резкий -7%, yana plus shuncha 7% yana joyida turibdi. Tushunasizlarmi? Bu oddiy anaqada bu juda katta volatilность-da bu. Bunaqa katta vaqt ichida. Shunga agar futuresda ishlaydiganlar bo'lsa, ehtiyot bo'linglar deb qo'ymoqchi edim, xolos. Keyingi yangilik, Redoga skinni yana bitta ko'rsatishdi. То есть nima bo'lyapti? Bu progress deyiladi. Redolar bor, bilsanglar. Redolar emas, любой giftlar. Kuchaytirilmagan. Bu haqida men bitta video qildim, o'ng tepada chiqadi. Qo'yib qo'yaman. Kuchaytirilmagan giftlar bozori bor, bilsanglar agar. O'sha bozorda har safar skin ko'rsatishgan payt o'sha giftning narxi oshadi. Uje yaqinda Redoga ham skin kelib qolar. Kelinglar endi giftlarni oldi-sotdi haqida salgina gaplashsak. Sizlarga bugun yana bir ikkita yangi yo'llar haqida gapirib beraman. То есть qanday qilib mana qo'shimcha giftlarni oldi-sotdi qilib, qo'shimcha pul ishlash mumkin. Endi ko'rdim gruppalarda молодец, ko'p kishini ko'ryapman, уже oldi-sotdi qilishni boshlayapti. Qo'yil, gap yo'q. Mana shunaqa ko'proq gaplashinglar, maslahatlashinglar, agar biror narsa tushunmasanglar, biror problema bo'lsa, bizning gruppamiz bor, Genius Trade, chatimiz bor. Shuni kirib, любой savollaringizni bemalol mana shu yerga yozsanglar bo'ladi. Endi men ko'rdimda bir xillar nimadir olmoqchi, sotmoqchi so'rashadi. Hatto nima uchun? O'sha olib sotish uchun so'rashyapti, lekin baribir ham so'ranglar bemalol. Bu zo'r variant. Chunki bironta narsani bilmasdan turib qimmat olgandan ko'ra lutchi bilib, o'shani olmagan yaxshiroq. Shuning uchun qo'rqmanglar, uyalmanglar, bemalol kirib birinchi so'rab olinglar. Narxi normalmi, bo'ladimi? Gruppada so'rasanglar, masalan, bitta men emasda, bolalar ko'p. Любой odam tushunadigan odam sizlarga yordamlashishi mumkin. Masalan, taxminiy o'sha giftning narxini, sizlar olmoqchi bo'lgan giftning narxini aytish uchun u yerda men bo'lishim shart emas. Любой odam ham tushunadigan, biladigan plus minus o'zi aytishi mumkin. Narxiga arziydimi yo arzimaydimi. Endi temamizga qaytsak. Bitta yangi yo'l sizlarga. Masalan, biror xil gift oldi-sotdi qilmoqchisizlar. Birinchi полностью bozorlarni aylanib chiqinglar. Bizda o'zi nechta bozor bor? Bitta hisoblab chiqsak, hozirning o'zida Telegramni o'zini внутренний marketi bor. Mana bu starslarga va tonlarda sotiladigan. Mana bu yerda juda hamma pastki giftlar bor bu yerda.
Masalan, birontasiga kirsak, bu yerda ko'rsak bo'ladi, bir xil giftlar yulduzga sotiladi, bir xil giftlar tonda sotiladi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu yerda komissiyasi kattaroq. 20% deb adashmasam, yulduzlarga. Yulduzga masalan sotib olsanglar, 20% komissiyasi bor. Mana grammda, to есть ton coinda 10% ekan komissiyasi. Mana shuni hisoblanglar. Bu realni katta raznica beraveradi. Yaxshilab mana shu narsalarni hisoblanglar, chunki bu baribir ham minus. Bu bir. Ketdik, endi boshqa bozorga o'tamiz. O'zimizni Tunnel, Portals va MRKT. U bozorda MRKT bilan Tunnelda 2% komissiyasi bor, adashmasam, 2%, 2,5% plus minus. Tunnelda hozirgi paytda 0,5. Boshqa hech qanaqa komissiyalar yo'q. U yerda maksimumni yo'qotishlaringiz mumkin. Agar profilimga chiqaraman desanglar, 0,3 ton yo'qotishlaringiz mumkin. Chiqarishga to'lash kerak. Bu ikkinchi bozor. Endi ketdik, uchinchi bozorga o'tamiz. Uchinchi bozorimiz bizani on-chain bozorimiz. To есть bu GetGames bilan Fragment. U yerda sразу aytaman, narxlar salgina baland. Masalan, mana bu Telegramni bozori ichidagi bozorda ham narxlar salgina baland. Portals, Tunnel, MRKTdan narxlar arzon, sal arzonroq va mana ana bu on-chain bozorlarda, to есть GetGames bilan Fragmentda narxlari yana balandroq, salgina baland. Lekin bitta degan joyi bor. Baland bo'lgani bilan, masalan, baland qilib qo'ysanglar, sразу ketadi degani emas. Lekin ketmaydi ham degani emas. Chunki vaqti kelib, o'sha odam topilib olib ketishi mumkin. Men realni juda ko'p shunaqa momentlarni ko'rganman. Masalan, 20 tonlik narsani odamlar 100 tonga olib ketishganda, Telegram bozorida masalan. To есть Telegram o'ziniki bor-ku, ichidagi ko'rsatuvdimi o'shanda. Realni katta summada ham masalan qimmatroq gift bo'lsa, yaxshiroq, chiroyliroq bo'lsa, ketadi qimmatroq ham. Lekin bitta minusi bor. Ko'p foyda qilib sotaman desanglar, bu bitta Telegram bozoriga emas, bu любой anaqasiga aytyapman. Ko'proq foyda qilaman desanglar, ko'proq kutishga to'g'ri keladi. Agar kamroq foyda bilan, lekin tez ishlayman desanglar, sizlarga eng zo'r variant 3 ta bu marketplace, to есть Tunnel, MRKT va Portals. Tez olib sotaman desanglar, o'shatni ichida, to есть Tunnel, MRKT, Portalsni ichida желательно даже giftlarni chiqarmasdan o'shatni o'zida sotib olib, yana qayta sotishganlaringiz yaxshi. Eng zo'r varianti shu. Agar tez kam foiz bilan, lekin tez aylantiraman desanglar, ob'yomni ko'paytiraman desanglar, eng zo'r variant mana shu-da. Tez ishlab, tez aylantirish mumkin pulni. Ikkinchi variant bo'lsa, salgina o'zi ko'proq qo'yasizlar foydani va har xil bozorlarga tarqatib chiqasizlar. Aytganimdek, mana bu Fragmentgami, GetGamesgami, Telegram bozorigami farqi yo'q. Ularda ikkalasida ham narxlar sal balandroq yuradi, lekin degan joyi bor bu yerda ham. Hamma giftlar, hamma modellarga ham emas. Birinchi yaxshilab tekshiringlar. Masalan, birorta gift olmoqchisizlar, ko'rasizlar bozordan arzon. Okey, oldinglar. Endi ko'ringlar, qayerda u qimmatroq yuradi, qayerda u qimmatroq sotilgan. To есть qayerda uni yaxshiroq olishadi degan joyi ham bor. Chunki bir xil giftlarni masalan auksionlardan arzonga olish mumkin. Bir xil giftlarni auksiondan nima deydi? Arzonga sotib yurishingiz faqat mumkin. O'zimdan kelib chiqib aytyapman, opitimdan. Bir xil giftlarni esa auksiondan не то что arzon, даже qimmatga olishlaringiz mumkin. То есть shu daraja spos kattaki, masalan, redkiroq narsa просто redki bo'lgani uchun, chiroyli bo'lgani uchun bozor narxi masalan 20 ton bo'lsa, 20 ton qo'yishadi. Siz olaman desangiz, 21 ton qo'yishingiz kerak. Men o'zimni opitimdan mana bu eslaringizda bo'lsa, bitta mayli, hali yaqinda o'sha giftni sotaman. Qanaqa tashiyman, ko'rasizlar qaysi gift haqida gap ketayotganligi. O'sha ham bu novogodniy gift, oq qora fonda такой chiroyli narsa-da o'zi ham. Lekin baribir ham ko'rasizlar. O'zi narxi, bozor narxi 20 ton. 20 ton chisti qo'yapti-da botlar. Botlar emas endi nima deydi? Bu ham flipperlar. 20 ton chisti qo'yapti. Men undan bundle yig'otdim. 3 ta shunaqa sotib shuning uchun menga kerak edi. Shuning uchun 21 ton qo'yib, po'xoy deb oldim. Eng qizig'ini qaranglar.
Man portalda bu aytdim-ku, qimmat sotish ham mumkin auksionda deb. Mana shu masalan o'sha giftni man auksionda qimmat sotib oldim. Lekin qaranglar, bitta juda qiziq narsa. O'shandan keyin shundoq kiryapman Telegram bozoriga, o'sha giftni qidiryapman. Tasavvur qilinglar, necha pulga turibdi. Bir o'ylab ko'ringlar. Telegram bozorida deyapman. Telegram bozori eslaringizda bo'lsa aytuvdim. Qimmatroq sotish mumkin deb aytuvdim boshida. Hozir endi qaranglar. U yerda man xuddi o'shanaqa narsa 13 tonga sotib oldim. Tasavvur qilasizlarmi? 21 tonga sotib olgan narsamni ana u pidaras suka 20 ton qo'yuvdi. Men o'shanaqa giftni 13 tonga Telegram bozoridan sotib oldim. Oddiy sizlarga misol. Keyin Getgames'ga o'tdim. Getgames'dan ham 20 tonga bitta voladan gaplashib sotib oldim. Uchtasini keyin o'zi bitta qilib, bundle qilib sotishga qo'yganman. Masalan, Telegram bozori yoki mana bu fragment bilan Getgames bozori qimmat deyapman-ku, bu hammasiga tegishli emas. Ichida bitta yarimta arzon chiqadi, ko'ryapsizlar. Почти necha pul? 40% arzon oldim. 40% da, plus minus aytmayman-da, 40% arzon olganman. Bu juda zo'r bu. 20 tonli narsani 13 tonga olsang, 7 ton, даже o'sha joyni o'zida sotaman desang, shundan olib chiqib, shundoq bozorga 20 tonga qo'ysam, moment ketadi-ku, moment ketadi. Chista 7 ton foyda bo'ladi. Shunga nima demoqchiman? Bironta ish qilmoqchimisizlar? Birinchi yaxshilab analiz qilinglar, ko'rib chiqinglar. Masalan, bitta narsani aytdimmi, srazu borib qilish emas, birinchi ko'ringlar. Qanaqa ahvol bo'lyapti? Chunki men masalan vaqtida ishonasizlarmi yo'qmi, Getgames'dan Vasalom giftlarni sotib olardim. Keyin esa Telegramga tashlab olib, tunnelda sotardim. Soqqali tegmaydi bu ham vaqtida. Hozir ham bor. Hozir ham vaqtida, hozir ham bitta yarimta mana shunaqa giftlar chiqib turadi. To есть hamma giftlar o'ta qimmat degani emas. Masalan, bloknotlar bor. Sizlar mana bloknot Matte Black degan. Eng arzoni qayerda turibdi deb o'ylaysizlar mana shuni. Srazu aytaman, bu portalda emas, tunnelda emas, MRKTda emas eng arzoni. Eng arzoni Getgames'da turibdi. Tushunasizlarmi? Eng arzoni mana shu gift sovg'ani Getgames'da turibdi. Bozordan arzon turibdi. Bozor narxi buni bir 11 ton deb plus minus. Bir maksimum endi ja tushsak bir 10 tondir. 8 tonga turibdi mana shu suka bloknot 8 tonga turibdi Getgames'da. Bemalol sotib olib, masalan, mana bu MRKTga, tunneliga, portalga tashlab 10 tonga sotish mumkin. Men просто Getgames'ga aytyapman. Men chunki buni Getgames'da o'zimda mana shu bloknotimni 12 tonga qo'yuvdim-da, bozorni eng arzon qilib qo'yuvdim sotishga. U pidaras kelib 8 tonga qo'yapti, narxini sindiryapti-da, yo'q joydan. Endi men nima qilaman? Borib men uni bloknotini sikishtirib olaman, sotib olaman. Keyin esa uni ham narxini balandroq qilib sotaman. Mana sizlarga yo'q joydan shu yerning o'zida bitta soqqali tema. Mana oddiy misol qilib ko'rsatyapman. Yana bitta soqqali sizlarga tema. Telegram sovg'alarini xabaringlar bo'lsa agar arendaga va bo'lib to'lashga chiqarish mumkin. To есть lizingga. Lizing nima bilasizlarmi? Lizing masalan bo'lib to'lash degani. Arendaga berib, bir yiliga sovg'alaringizdan 20% plus minus ishlash mumkin. 20%. Plus minus taka o'rtacha aytyapman-da. Masalan, просто bolalarni ko'raman-da, portalga masalan giftlarni tashab 15% ga staking qilamiz deb aytishadi yoki 500 tonga tonni olib 15% staking portalsa bor-da, mana bu Toncoin'ning o'ziga 15% yiliga bu. 500 tonni qo'yamiz va o'shadan foyda qilamiz deyshadi. Bu xunya narsa-da. Undan ko'ra giftni oldi-sotdi qilish eng zo'r variant. Bir agar yo passiv daromad desanglar, passiv daromadda mana bu arendaga berish bu вообще chotki narsa. Bolalar masalan birontasi oldi, vaqti o'tdi, yana qaytarilib joyga tushadi, bozorga avtomatik chiqadi, yana keyin boshqasi oladi va mana shunaqa bo'lib ketaveradi. Sizlar hech nima qilmaysizlar, просто sekin-sekin hamyonlaringizga pul tushib turadi, tamom. Pizdes kayf narsa. Agar bu haqida bilmoqchi bo'lsanglar, arenda va bo'lib to'lash haqida bilmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozinglar. Biza arenda va bo'lib to'lash haqida bilmoqchimiz deb yozsanglar, men keyingi videoni shu haqida qilishga harakat qilaman. Aytgancha, mana bu fragment haqida ham video xohlasanglar, полноценный chuqur fragment haqida video xohlasanglar,
kommentda yozinglar, u yerda ham отдельный komment yozinglar. Fragment haqida video qiling deb yoki fragment haqida video xohlaymiz deb yozsanglar, men hozir gapirib berdim-ku, fragmentda giflarni arzonroq sotib olsanglar bo'ladi yoki qimmatroq sotsanglar bo'ladi deb aytuvdim-ku, eslaringizda bo'lsa. Полностью mana shu narsalarni tushuntirib beraman. Tipa hozirgidek просто голосовой, просто gapirib berib emas, наглядный ko'rsatib beraman demoqchiman. Просто sizlardan nima so'rayapman? Agar haqiqatdan ham sizlarga o'sha narsa qiziq bo'lsa, bilmoqchiman-da, yozinglar. Просто kommentga yozinglar, men полностью obzor qilib Endi Telegram bozorini obzor qilish kerak emas deb o'ylayman, chunki u shundoq ham oson, u tushunadigan joyi yo'q, osongina narsa-da u yerda. Shuning uchun qilish shart emas deb o'ylayman. Hatto kerak bo'lsa, bemalol kommentariyalar ochiq yozaveramiz. Hammaga katta rahmat. Videomiz ham yakuniga yetdi. Bizani Telegram kanalimizga o'tishni unutmanglar. Eng asosiysi bolalar, like bosib, iltimos qilaman, bironta o'rtoqlaringizga shunday mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Sizlardan minnatdor bo'laman. Katta rahmat, sog' bo'linglar.